chiqadi va bu saytni to'liqligicha ko'rib borishingiz mumkin. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, bu qanday ishlashi, qanday loyihalar bilan hamkorligi hammasi ko'rishingiz mumkin. Bu yerda agar $8 dan $20 depozit kirsangiz, kuniga har kuni 13% dan beradi. Agarda sizlar ko'proq, ya'ni $20 dan $200 bonus kiritadigan bo'lsangiz, pul kiritadigan bo'lsangiz, 16% gacha pul berish mumkin ekan va bu yog'i pastga tushgan sari oshib boraveradi. Lekin men o'zim isbot bilan ko'rsatib beraman. Birinchi navbatda ro'yxatdan o'tishdan videomizni boshlaymiz. Birinchi navbatda ro'yxatdan o'tish bilan videomizni boshlaydigan bo'lsak, mana bu yerda register tugmasini bosamiz va bu yerda email hamda 2 dona bir xil parolni yozib, sizlar shunchaki ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Avval ro'yxatdan o'tganlar login tugmasini bosib, bu yerda email hamda parolni kiritish orqali o'zingizlarning hisoblariga qaytadan kirib olasizlar. Men hozir hisobimga kirib videomizni davom etaman. Mana do'stlar, ro'yxatdan o'tib oldik va ro'yxatdan o'tganimizda mana shunday tarzda menu chiqadi va bu saytni konsultatsiya ya'ni qanday muammo bo'lsa yoki bu sayt haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana Telegram aloqaga chiqishingiz mumkin, Telegram orqali. Va biz boshqa joylarni o'zim ko'rsatib beraman. Kirganimizda ko'rishingiz mumkin, men avval ishlab kelyapman va hozirda pul yetib olishim uchun $50 pul bor va video davomida men videomiz rasm cho'zilib ketmasligi uchun $10 depozitdan kiritib qo'ydim. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, $10 invest valyutani investitsiya kiritganman. Bundan tashqari esa men $50 yechib olishim mumkin. Ya'ni anchadan aytgandek, anchadan emas, 2 kundan beri ishlab kelyapman va men mana bu joyda pastroqda pul ishlashni ko'rsatadigan bo'lsam, pastroqqa kiradigan bo'lsak, mana bu joyda eng kami $8 dan depozit kiritib, siz kunni belgilagan bo'lsangiz, sizni kuniga qarab pul berishadi. Misol uchun $10 pulingizlar bo'lsa, misol menda hozir $10 uchun misol keltiraman. $10 pulingizlar bo'lsa va bir kunga qo'yadigan bo'lsanglar, sizlarning pulinglar bir kundan keyin jami $1.3 qo'shilib $11.3 bo'lib yechib olishingiz mumkin. Yoki buni 10 kunga qo'yadigan bo'lsanglar, ko'rishingiz mumkin, bizni $10 pulimiz 10 kundan keyin $13 bizga lishniy foyda olib keladi. Bu degani $23 qilib yechib olishimiz mumkin. Xuddi shu tarzda. Men esa ko'proq kiritganman va hozirda hisobimda $50 pul bor va mana shu $50 ni video davomida yechib olish bilan ko'rsatib beraman. Lekin bundan avval birinchi navbatda pul ishlash bilan videomizni boshlaymiz. Ya'ni qanday qilib desanglar, eng birinchi navbatda depozit kiritib olishimiz kerak. Bu majburiy emas, lekin pul ishlab ketishimiz uchun albatta pulimiz bo'lishi kerak, ya'ni depozitimiz. Men esa ko'rishingiz mumkin, $50 pul ishlab bo'lganman. Recharge tugmasini bir marta bosamiz va pul ishlashimiz uchun pul kiritish menusiga o'tib borishimiz mumkin. Recharge'ni bosganimizdan so'ng xohlasak WP20 ya'ni mana bu yerda manzil yoki TRK20 da ham yechib olishingiz mumkin, pul kiritishingiz mumkin. Mana bu yerda manzilda nusxalar Binance yoki Bitget, OKX yoki Payer, Trust Wallet kabi ilovalardan pul o'tkazib olasizlar. Agarda sizlarda depozit kiritish uchun dollar bo'lmasa, ya'ni TRK20 yoki WP20 bo'lmasa, Telegram orqali bizga aloqaga chiqsanglar, men sizlarni hisobingizga pul kiritib berishim mumkin. Sizlar esa meni o'zimning kartamga o'tkazib berasizlar. Xuddi shu tarzda obuna qilib berishim mumkin. Bu endi xohlovchilar uchun. Pul kiritib olamiz va pul kiritganimizdan so'ng esa mana shunday menu chiqadi, ya'ni hisobimizga pullar qo'shiladi va pastroqqa tushamiz va bizni pulimizni stakingga qo'yishni boshlaymiz. Misol uchun hozir meni hisobimda $10 pul bor va bu joyda endi men kunini 15 kunga belgilashim mumkin xohlasam. 15 kunga belgilaydigan bo'lsam, $10 pulim $19.5 menga foyda olib kelar ekan. Bu degani 29.5, ya'ni pashta $30 qilib $10 pulimni ko'paytirib olishim mumkin. Agar buni 30 kunga ko'paytiradigan bo'lsak, agar men $10 kiritadigan bo'lsam va 30 kunga qo'yadigan bo'lsam, meni pulim $39, ya'ni $40 foyda olib keladi bir oyda. Juda ham zo'r. Ya'ni bu degani kuniga menga $3 dan beradi va jami miqdorda $40 va plus o'zimga kiritgan pulim, ya'ni $10 ni yechib olishim mumkin. Sizlarga mana shuni tavsiya qilaman. Kelinglar mana shunga stakingga qo'yamiz, ya'ni bir oydan keyin men jami miqdorda $50 qilib, ya'ni $49 qilib yechib olishim mumkin. Yoki buni kamroq qo'yamiz, misol uchun 15 kunga ham qo'yishlar mumkin. Men 15 kunga qo'yamiz. Qani stakingni bir marta bosamiz. Va bu joyda endi aytyapti, $10 ni 15 kunga stakingga qo'ymoqchimiz deyapti. Confirm tugmasini bir marta bosamiz va staking amalga oshiriladi. Mana stake success. Va teparoqqa chiqadigan bo'lsak, mana bu joyda endi bizning stakingimiz ishlamoqda va bizning pullarimiz har kuni $3 dan, ya'ni 13% dan olib kelar ekan. Aytganimdek juda ham oson, birinchi kirganlarda shunchaki recharge orqali pul kiritasizlar va uni pastroqqa tushib staking qilasizlar. Hech qanaqa qiyinchilik yoki boshqa menyusi yo'q. Bundan tashqari esa biz pullarimizni yechib olishimiz mumkin. Buni $50 misolda ko'rsataman, ya'ni Wizdraft tugmasini bir marta bosamiz, so'ngra pul yechib olishimiz uchun WP20 yoki TRXda yechib olishimiz mumkin. Ya'ni Tron TRK20 da. Biz WP20 da yechib olamiz. WP20 da Wizdraw adresga o'zimizning adresimizni kiritamiz va bu yerda qancha yechmoqchi bo'lsangiz shuni yozamiz. Misol uchun minimum pul yechish $3 ni tashkil etar ekan, ya'ni $3 yetganda sizlar yechib olishingiz mumkin. Biz esa hammasini, ya'ni $50 ni yechib olamiz va adresimizni olib olamiz. Buni esa biz Binance olishimiz mumkin.
Binance hisobimizda esa ko'rishingiz mumkin $1,5 pulimiz bor. Bu yerda addida fond tugmasini bossangiz va OneChain depozitni bir marta tanlab tepaga yozishimiz mumkin USDT deb. Va so'ngra mana shu chiqadi, shuni tanlaymiz va bizga nima kerak? Web20. Mana shu birinchidan tanlaymiz. So'ngra esa depozit adresini biz nusxalab olib, bu joyga kiritadigan bo'lsak, ya'ni Wizdraw adresga kiritadigan bo'lsak, va bizning pullarimiz Binance'ga tushadi. Security passwordga esa birinchi ro'yxatga o'tayotganda yozgan parolimizni kiritib olamiz. Kiritib oldik. Endi esa confirm tugmasini bosadigan bo'lsak, o'sha pullarimiz yechib beriladi. Pullarimiz mana bu yerda ham ko'rsatilgan Wizdraw 8 deb yozuv chiqdi va bizning hisobimizga yuboriladi. Wizdraw ya'ni anytime, ya'ni xohlagan paytda pul yechib olishingiz mumkin va minimum emas, umuman pul yechishingizda komissiya olmaydi, ya'ni 0 and free. Va bundan tashqari pullarimizni 1 yoki 3 daqiqa ichida yechib berishar ekan, juda ham yaxshi avtomat. Demoqchi edim, tepadan xabar kelib qoldi. Ko'rishingiz mumkin Binance'dan pullarimiz kelmoqda shekilli. Xuddi shu tarzda. Endi yana bir narsani eslatib o'taman. Hozir pulimiz agar keladigan bo'lsa, juda ham qoyil qolaman, chunki bu saytdan pullar avtomatik tarzda to'lanar ekan. Qani ko'ramiz, haqiqatan pullarimiz kelyaptimi. Xo'p, pullarimizni yubordik. Endi nima qilamiz? Har 24 soatda bir marta kiramiz va bizning pullarimiz $1.3 ga ko'payadi. Ya'ni mana bu yerda active contract deb yozib turilgan. Bizning $10 pulimiz har kuni $1.3 dan ko'payadi. Bu degani $3 ga yetganda sirra yechib olishingiz mumkin. Pullarimiz keldi deb xabar kelyapti. Binance'ga kiradigan bo'lsak, $1,5 pulimiz bor edi. Mana ko'rishingiz mumkin $51,5. Hozirning o'zida $50 pul yechib oldik. Istoriyani bir marta ko'rsataman, juda ham zo'r. Nimagaki bunaqa saytlar o'ta kam, $50 hozirning o'zida pul yechib oldik. Nimaga kam? Chunki avtomatik tarzda to'laydiganlari kam. Shu sababli ishlab qolinglar. Bunda hech qanaqa adminlar sizlarni bloklab qo'ymaydi, boshqa bo'lmaydi. Bemalol pul yechsanglar bo'ladi. Shu sababli hoziroq kirib ishlab qolinglar. Hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha demoqchi edim. Yana bir ikki menyular bor. Misol uchun referral program tugmasini bosib, sizlar do'stlarni taklif qilish uchun menyuga o'tishingiz mumkin. Ya'ni referral taklif qilib ham qanchadir miqdorda bonuslarga ega bo'lishingiz mumkin ekan. Men esa buni hozir ko'rsatib beraman. Ya'ni referral programni bosasizlar va referral link deganni bir marta kopiya qilib nusxalab olib, do'stlarga yuborasizlar yoki yaqinlarga va ular kirib pul ishlashda davom etsa, sizga qanchadir miqdorda bonuslar bor. Ya'ni level 1 dan 13 hamda 1% miqdorida bonuslar berilar ekan. Bu ham endi xohlovchilar uchun. Bundan tashqari agar sayt haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lganlar uchun support tugmasini bosishlar mumkin yoki historiya tugmasini ham bosib, sizlar o'sha pul kiritgan, pul yechgan joylarni ko'rib borishingiz mumkin. Hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Men sizlarga eng tavsiya beradiganim mana shu, chunki nimaga desanglar, avtomatik to'laydi, 1-2 soniyada o'sha pullaringizni yechib olishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.